eng arzon Namangan kanalidan uzoqlashmay, arzonlarni qo'yishda davom etamiz. Bitta like bosib, bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada ham o'zingizni fikringizni qoldiring. Qanaqa ketyapmiz, qanaqa yerga uryapmiz bitta kommentariyaga yozib qo'yingchi. Biz albatta sizlar uchun harakat qilyapmiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying. 2006-yil koreyskiy ikkinchi pozitsiya mashina dehqonlardan srochniga yonadigan bakovoy yaxshi balonlar, motor ходовойлari yaxshi gelba bo'ylar ham qo'yilgan ekan. Любой takim bo'ladi. Ikkinchi pozitsiya mashinani olib, etib-etini qarab, cho'tkilab, qilib olsangiz, faralarni yuvib, chiska qilib, qildirib olsangiz zo'r holatga keladi. Narxi shikalan narx 3450 ga, gaz bor. Kraskasi 40 foiz bor ekan. Mashina yaxshi holatda, mana tomlari ham yaxshi bo'lib turibdi. Endi ichini holati 400 ming prebeg, chexol, magnitofon kolonkalarigacha bor. 400 ming prebegni ichini endi bitta ximchiska qilish kerak. Dehqonlardan endi minilgan, dehqonchilikka ishlatilgan mashina bu. Lekin mashina purushlariga o'xshab soqa qiladigan mashina purushlariniki emas. Albatta dehqonlariniki eng arzon Namangan kanaliga obuna bo'lib qo'ying. 3450 ga egalar nomerlar Telegram kanalida o'tib olib baraka qilib olib ketaverasiz. Eng arzon Namangan kanalidan uzoqlashmay, arzonlari oldinda bo'ladi.